Mana yechim akalar. Ko'pchilik novostroyka studiya formatida yomon ko'rishadi. Kuxna bilan bitta qordimi deb. Mana bu narsani o'zi uylarni bitta xonaga ko'paytirib beradi. Ya'ni kuxnani bundoq ajratasizlar, hid-pid o'tmaydi. Bu yoq tarafilar katta zal, mehmonxona hisobida o'tiradi. Ushbu ko'rib turgan kvartiramiz ham maydoni 53 kvadrat, 2 xonali ko'rib turganinglardek kuxnalar ajratib qo'yilgan. Manzilimiz Yunusobod tumani Chinobod ko'chasida joylashgan. Chinobod Plaza sanatoriyasining yonginasida qurilgan Chinobod Plaza novostroykasini 3-etajda joylashgan ushbu kvartiramizni ko'rsatib beramiz. Maydonni eslataman 53 kvadrat metr, narxi $71,000. Planirovkasi keladigan bo'lsa, uyga kirishimiz bilan mana shunaqa katta holni ko'ramiz. Bu yoq taraf как mehmonxona sifatida, hozirgi kuxnyani ham ko'rdinglar. Chiroyli mebel texnikalar qo'yib qo'yilgan. Shundoq kirib sirazi yashasanglar bo'ladi. Dash yuradigan bo'lsa, to'g'rida biz sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Umumiy qorilgan dushovoy bilan birga va yon tarafida bitta yotoqxona joylashgan bo'ladi. Kattagina razmerda, o'zini bu yoq tarafda balkonlari ham bor. Ko'rib turganinglarda remontlari juda ham zo'r holatda, yangi, hali hech kim yashamagan. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Agar arenda qo'yishni olaman desanglar ham, menimcha bu uyga kamida 700 plus minus arenda qo'ysa bo'lsa kerak.